Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Sizlarga bir video murojaat bilan chiqaytirdim. Mana shu ko'rib turganlaring Mahmudova Sayyora Sherzod qizi 2001-yilda tug'ilgan. Allohning sinovi bilan hozir bizning boshimizga bir musibat keldi aziz vatandoshlar. Qizimning bosh miya chap qismida o'simta paydo borligi bilinib qoldi. Hozirgi kunda ahvoli kundan kunga og'irlashib ketayotganligi uchun biz mana ota-ona o'zimizdan o'tganini o'zimiz bilyapmiz qisqasi. Hurmatli aziz vatandoshlar, qizimning boshidagi o'simtasini faqat Turkiya shahrida jarrohlik amaliyotini o'tkazish mumkin ekan. Turkiyadagi doktor bilan gaplashdik, iloji boricha qizingizni Turkiya shahriga, Istanbul shahriga jo'natinglar deb turishibdi. Bu qizim o'tgan yili 12-dekabr kuni to'yini o'tkazgandik. Hammasi yaxshi edi. Ungacha biz o'zimiz ham xabarimiz yo'q edi. To'ydan keyin 1,5 oy, 2 oy o'tgandan keyin ahvoli mana shunga kelib qoldi. Hurmatli aziz vatandoshlar, hozir mana shu qizimni Turkiya davlatida operatsiyasini o'tkazish uchun $42.500 hozir amaliyotni o'ziga so'rayapti. Bilaman, O'zbekiston yurtimizda, vatanimizda saxovatpesha odamlar juda ham ko'p. Har bir odamni mana shunday qo'li ochiqligini bilaman. O'zim ham shular qatorida bo'lishni xohlayman. Xudo xolasa niyatlarim katta. Shu qizimni orqasidan rohat, farog'atini ko'rishni niyat qilganman. Iltimos, saxiy odamlar bo'lsa bizga yordam beringlar. Qizimizni iloji boricha umrini uzaytirishga, Alloh rizqini qo'shib bergan bo'lsa, baxt rohatini ko'rishni so'rab qolardim sizlardan. Qo'ldan kelgancha amaliy yordam berishlarini so'rab qolaman. Imkon qadar kim qancha bersa Alloh yo'lida iltimos sizlardan aziz vatandoshlar. Farzandimni dog'ini ko'rmaylik. Otam, onam deyish boshqa ekan, farzand deb sinamasin ekan Allohim. Iltimos sizlardan aziz vatandoshlar, mana shu qizimni umrini saqlab qolishga o'z hissalarini qo'shishlarini so'rab qolaman sizlardan. Hozirgi paytda o'ng tarafi ancha zaiflashib qolgan, ko'zini ko'rish foizlari ham 30% dan kamayib ketgan o'ng tarafida va bir nuqtaga tikilib qolyapti. Ayni paytda qizim Toshkent amaliy fanlar universitetining 3-bosqich talabasi ham bo'lib o'qiydi. Lekin mana o'qishlari boshlangan, o'qishga ham jo'natilmayapmiz. Sababi boshidagi boyagi bosh miya chap qismida o'simta paydo bo'lgan. Bu o'simtani faqat va faqat Turkiyada operatsiya qilish mumkin ekan. Boshqa joyda doktorlari, O'zbekiston doktorlari hech qanday kafolat